Yangi ariq 24 kanali. Yangi ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Yangilik 24 ning doimiy kuzatuvchilari. Xorazm viloyatiga tegishli bo'lgan Jak rusumli avtomobil Rossiyaga yetib borgan vaqtida avariyaga uchradi. Bu avariya natijasida bitta kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Sizlardan shuni so'rab qolamiz. Ushbu videoni kengroq tarqalishi uchun bir layklarni bosinglar. Olamdan o'tgan ukaxonamizning oila a'zolaridan sabr tilaymiz. Do'stlar, agar kimda kim donishi bo'ladi bo'lsa, kimda kim doniydigan bo'lsa, shuni oila a'zolariga yetirib qo'yasizlar. Oila a'zolaridan sabr tilaymiz. Va qolaversa Rossiya qatnab yurgan, uzoq safara musofirda qatnab yurgan shofyorlarimizdan, fuqarolarimizdan shuni so'rab qolamiz. Yo'llarda harakatlanayotgan paytlaringizda ehtiyot bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Musofirlar, tuzyapsizlar, akalar? Hamma yaxshimi? Mana bu Xorazmning nomeri. O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan nomer. Ichida bitta passajiri o'tib qopti. Voditilni shoferni Rossiyaga больницаga olib ketgan. Kimdir tanisa, bilganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xram Townda bo'lgan. Rossiyaga qarab ketishdi O'zbekistondan. Bu o'tgan akamizni hozir nomerlarini yo pasportlarini ko'rib tashlayman akalar. Mashina mana. Kimdir tanisa, bilsa, aloqaga chiqib yuboringlar masjidga. Shoferni taniganlar bo'lsa, shofer tarafda taniganlar bo'lsa, shofer haqida ma'lumotinglar bo'lsa ham aloqaga chiqib yuboringlar akalar. Kimdir tanisa, ho'ydinglar. Mana shu nomer, Xorazmning nomeri 90H 239SA.